O'zbek shou-biznes olamining eng mashhur aktyorlari orasida o'zining o'rniga ega bo'lgan aktyorlar Shahzod Sultonov hamda Feruza Normatova haqida tezkor xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliqimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktyor Shahzod Sultonov Feruza Normatova haqidagi eng katta sirni ommaga ochiqladi hamda barchasini ommaga aytib berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Shahzod Sultonov va Feruza Normatova ishtirokidagi videolar ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bir urushib, 3-4 kundan keyin yarashib oladigan partnyorlar bilan bog'liq mish-mishlar ham talaygina. Ba'zi savollarga javob olish maqsadida Daryo muxbiri Nargiza Xonmurodova aktyor Shahzod Sultonov bilan suhbatlashdi. Institutni bitirgan yilim Begunoh nomli 67 qismdan iborat serial suratga olganman. Serialning 2 mavsumi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Afsuski 3-mavsumda suratga olamiz deganimda kuchaytirilgan karantin davri boshlandi. Shundan keyin hamma ishlar ortga surildi. Serialdan foyda ola olmadi. Puldan qiynaldi degan gaplar mutlaqo yolg'on. To'g'ri, puldan qiynalgan paytlarim bo'lgan, ammo tezda hammasi iziga tushib ketgan. 2019-yili men suratga olgan Begunoh seriali reklama bo'yicha katta yangilik qilgan. Ya'ni uning bannerlari Toshkent shahrining ko'plab ko'chalariga ilingan. Reklama zo'r bo'lganidan bilish mumkinki, daromad ham shunga yarasha bo'lgan. Albatta, rejissyorlik faoliyatimni davom ettirishni istayman, ammo aktyorlikdan ortib unga vaqt ajrata olmayapman. Bundan roppa rosa bir yil avval bir guruh ijodkorlar bilan Turkiyaning Bodrum shahriga sayohat qilganmiz. Jahongir Xo'jayev, bloger Xonzoda, Feruza Normatova va yana ko'plab vaynerchilar birga ketishimiz kerak edi. Ammo Jahongir Xo'jayev 2 kundan keyin o'zi boshqa reysda boradigan bo'lib qoldi. U Bodrumga bizdan keyin kelganini ko'rsatish uchun hazil video suratga olganmiz. Uni Instagramga joylaganimda ko'pchilikka ma'qul keldi. Kayfiyatim ko'tarildi. Yangisi qachon chiqadi degan fikrlardan so'ng hazil videolar olishga qiziqib ketdik. Feruza bilan ilk videoyimiz ham aynan Bodrumda tasvirga olingan. Odamlarning fikri ijobiy bo'lgani uchun Toshkentga kelgandan so'ng ham uni davom ettirishga qaror qildik. Feruza Normatova bilan yaxshi partnyorsiz degan gapni ko'p eshitaman. Xalqning fikri hamisha haq. Bildirilgan fikrlardan deyarli negativ gaplar yo'q. Bu ham bizni yutug'imiz. Samimiy xalqona va zamon talabidan kelib chiqqan holda videolar olamiz. Feruza Normatova bilan oila qurishimiz, unga uzuk taqishim aslida Ozoda Nursaidovaning Xush kelding qo'shig'ini targ'iboti bilan bog'liq edi. U oddiy klip, biz unda rol ijro etganmiz. Klip g'oyasi qo'shiqning so'zlaridan kelib chiqqan holda yaratilgan. Qo'shiq so'zlari "Xush kelding hayotimga" degan mazmunda bo'lgani uchun Mary Me tarzida klip oldik. U har doimgidek klip. Bilmadim nega bunchalik shov-shuv bo'lib ketdi. Onam ham kulib, "Sen haqingda endi bunaqa deb yozishibdi" dedi. Oila a'zolarim ham bunday gap so'zlarni ijobiy qabul qilishadi. O'rtamizda hech qachon konflikt kelib chiqmaydi. Feruza ikkimizning munosabatlarimiz haqida juda ko'p gap so'zlar tarqalgan. Hammasi mish-mish. Biz do'st va yaxshi partnyormiz xolos. Ijtimoiy tarmoqdagi roliklar orqali aktyorlik mahoratini to'liq ochib berish qiyin, ammo undan zo'r kayfiyat va energiya olamiz. Jahondagi ko'plab yulduzlar, xususan mashhur Will Smith ham ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Avvalo o'zi zavqlanishi uchun, undan keyin boshqalarning kayfiyati ko'tarish uchun videolar oladi. Keyin reklama orqali yaxshi daromad ham topiladi. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi faollik ham ijodni talab etadi. Odamlarga nima yoqishini o'rganish va hamisha nima bilan e'tibor torta olaman deb bosh qotirish kerak bo'ladi doimo. Ijtimoiy tarmoqdagi yoshlarning faolligi borasida turlicha fikrlar bor. Aynan mashhur blogerlarning hech qayerda tahsil olmay trendga chiqish ham ko'plab tanqidlarga sabab bo'ladi. Avvalo o'sha insonlarning rizqi qo'shilgan ekan, bloger yoki vayner bo'ldi. Agar Alloh peshonasiga yozmaganida ming urinib ham bu darajaga yetmagani bo'lar edi. 4 mutaxassisning bo'lmaydi degan gapi hech qanday ahamiyatga ega emas. Endi chiqib kelayotgan ijodkorlar o'zi hurmat qilgan mashhur san'atkorlarning oldiga borib maslahat olmoqchi bo'lsa, keskin fikr bildirib, uning ruhiyatini cho'ktirib qo'yishi mumkin. O'zim ham xuddi shu jarayonni boshdan o'tkazganim uchun yaxshi bilaman.
Odamzod o'ziga 5 daqiqadan so'ng nima bo'lishini bilmaydi. Qanday qilib butun boshli odamni kelajakda nima kutayotganini aytib berishi mumkin. Yaqinda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga hujjat topshirgan bola oldimga kelib gapirib berdi. Institutga hujjat topshirgan borsam, o'sha yerda ishlaydigan ustozlardan biri "Sendan aktyor chiqmaydi, tashqi ko'rinishing to'g'ri kelmaydi, sening bo'ying past, ko'rinishing Shahzod Sultonovga o'xshagan bo'lishi kerak" debdi. Haligi bola bilan gaplashib sezdim-u, uning ishtiyoqi butkul sinib bo'lganligini. 2020-yil O'zbekistonda Vayner va blogerlar sohasi rivojlanishni boshlagan bo'lsa, o'shanda chiqqanlarga qarata juda ko'p toshlar otilganda. To'g'ri, ularda kamchilik bo'lishi mumkin, ammo uni yo'qotsa bo'ladi-ku. Bachkana video olayotgan bola ham ulg'ayadi, qilayotgan ishi noto'g'ri ekanligini tushunadi. Har doim ham shunday qilib ketmaydi-ku. Blogerlar ko'p pul topadi deyshadi. Haqiqatdan ham ularning daromadi yaxshi, ammo bir haqiqatni anglash kerak. Ular ham kimning rizqini yulib olayotgani yo'q. Eslatib o'tamiz, Shahzod Sultonov 1996-yilning 27-yanvar sanasida tavallud topgan. Otasi Zilola qo'shig'i bilan mashhur bo'lgan xonanda Oybek Sultonov hisoblanadi. Shahzod Sultonov aktyorlikdan tashqari rejissyorlik faoliyati bilan ijodga kirib kelgan. Hurmatli tomoshabin, video rolgimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ijodiy zafarlar tilashni yodingizdan chiqarmang.